Atlantika okeanida katta bir kema halokatga uchradi. Mana shu qissaning ayni teskarisi. Katta qayiqda bir 70 ga yaqin odam jon saqlab qoldi. Kema cho'kib ketdi. 70 ta yoki 80 ta odam ana shu katta qayiqda tirik qoldi. 70 ta yoki 80 ta odam okeanda o'rtasida, sohilga hali uzoq yoki birorta kema kelib qolishiga Alloh biladi. Yarim bochka suv bor bo'ladi. Mana shu yerda boshliq bo'lib turgan, qayiqqa boshliqlik qilayotgan odam aytdi, bir kunga bitta odamga bir qoshiqdan suv beramiz dedi. Chunki qancha muddat turishini bilishmaydi, sohilga qancha qolganligini bilishmaydi, tirik qolishligi uchun bir qoshiqdan suv beramiz dedi. Sohilga faqat 4 kishigina yetib bordi. Nima uchun? Bir qoshiq suvini olishlik uchun bir ikkinchisini o'ldirib suvga tashladi. Bittasi